Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve la akibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve berekatuh. İnsanlar uyida osoyishtalik, sakinat, orom topishligidan to'sadigan ishlar ko'p. Biz uylarimizga sig'ishligimiz uchun, uyimizda bir xotirjam, farovon hayot kechirishlik uchun faqat moddiy sabablarnigina to'ldirishlikka harakat qilamiz u boshqa tomonidan g'ofil qolamiz. Uy olmoqchi bo'lgan odam mahalla kezib, uy qarab yursa, bugungi mavzuimiz uyimizdagi sakinat degan mavzu. Biz ana shu binoda nihoyatda bir mufahhar bo'lishligi, ta'mirda nihoyatda bir zamonbop bo'lishligi, mana shu narsalarga e'tibor beramiz u o'zi aslida mana shu uylarning ichida siz bilan bizni farovon, xotirjam, orom bilan yashashligimizga sabab bo'ladigan asosiy narsaga e'tibor qilmaymiz. Nima edi u? Farishtalarning bu uyda bo'lishligi. Bugungi suhbatimizning mavzusi xonadonlarimizda osoyishtalik bilan, xotirjamlik bilan barakatli turmush kechirishligimizning sabablaridan bo'lgan farishtalar haqida gaplashamiz. Endi nima ishlar qilsak, farishtalar uyimizdan chiqib ketadi-yu, nima ish qilsak, farishtalar mana shu uyimizda ko'p bo'ladi. Rahmatini, barakatini Alloh taolodan olib tushadi. Demak, qaysi bir hovlidan, qaysi bir xonadondan, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, kattami, kichikmi, yangimi, eskimi, chiroylimi, xunukmi, farishtalar bu hovlini, xonadonni tark qilishligi bu xonadonda rahmatni, xotirjamlikni, barakotni yo'q bo'lishligiga sabab bo'ladi. Qaysi hovlida, qaysi xonadonda farishtalar bo'lmaydi? Biz quyida aytadigan sabablar umuman farishtalarni kirgizmay qo'yadigan sabablar emas. Insonlarni muroqaba qilib turadigan yelkasidagi ikkita farishtasi, Alloh taoloni saqlab turuvchi farishtalar va boshqa farishtalar inson bilan doim birga bo'ladi. Biz aytayotgan farishtalar Allohning rahmati, sakinati, barakoti va sizga istig'for aytib turadigan, sizga salovat aytib turadigan farishtalarni yo'q bo'lishligi. Biz mana shu farishtalarni yo'q qiladigan, xonadonimizdan chiqib ketishlikka majbur qiladigan sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ota-onasiga oq bo'lgan odamning uyida Alloh taoloning bu farishtalari turmaydi. Chunki Alloh taolo o'zini ibodatiga ota-onaning roziligini yonida zikr qilgan. Menga shirk keltirma, ota-onangga itoat qil. Ota-onasiga oq bo'lgan odam xohlaganini qilsin, kasasi oqarmaydi. Aniq bu. Qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan qotiyur rahim bu kishining uyida ham bu rahmat farishtalari bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ko'p hadis qudusiylarda aytgan, kim qarindoshchiligini tikkalasa, men u bilan aloqamni tikkalayman, kim qarindosh urug'chilik aloqalarini uzsa, men aloqamni uzaman deydi. Shuning uchun ota-onasi bilan yashayotgan bo'lamizmi yoki ota-onasidan alohida chiqib ketayotgan aka-ukalar bo'lamizmi, esimizdan chiqmasin o'g'il bolalar. O'sha qari ota-onani boqishlik siz bilan meni ishim. Agarchi alohida ishga chiqib ketgan bo'lsa ham, 50 ga kirdingizmi, 60 ga kirdingizmi, otangiz bormi? Uni boqishlik sizning vazifangiz. Esingizdan chiqmasin. Haqiqatan inson noshud, nonko'r inson ota-onasining fazlini, qadrini bilmaydi. Otasi vujudini sababi, mehnat qilib topib, yedirib katta qilib qo'ydi. Onasi 9 oy, xuddi 9 yil ko'targanda ko'tarib yurdi, o'lim bilan olishib tug'di. Endi ozgina shu farzandini mehriga muhtoj bo'lgan paytda vaqti yo'q. Farzandidan ozgina bir yordamga muhtoj qilib bo'lgan paytda o'zini bola chaqasidan oshmayapti. Demak, birinchi xulosamiz, eshikni varaqlatib topib qo'ygan bo'ling, aka. Koshona qilib eshigingizni tagigacha miramir qilib tashagan bo'ling, lekin ota-onangizni rozi qilmasdan yashayotgan bo'lsangiz, bu xonadoningizda hech qachon baraka topmaysiz. Ota-onasiga qarindosh urug'chilik aloqalarini tikkalamasdan uzib qo'yganlar xotirjam bo'lsin, baraka topmaydi bu eshikdan. Ikkinchisi, it va suratni bor bo'lishligi bu xonadondan shu farishtalarni chiqib ketishligiga sabab bo'ladigan ishlardan. Itlar faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadisga muvofiq ov uchun,
qo'ylarni boqishlik uchun yoki zarurat bo'lganda qo'riqlashlik uchungina boqiladi. Endi kofirlarning odatiga ergashgan holda havas uchun it boqayotgan akalarimizga aytamizki, ana shu rahmat farishtalari hovlilarda bo'lmaydi. Tanlang, it boqishlikdan qancha foyda bor va shu itni chiqarib tashlasangiz qancha zarar ko'rasiz. Bu farishtalar sizning yuzda bo'lishiga qanchalik sizga rahmat va bu farishtalarning chiqib ketishligi sizga qanday oqibatlarni olib keladi. Xulosasi, it boqqan odamning uyida farishta bo'lmaydi. Suratlarning bo'lishligi. Surat deganda hozirgi kundagi fotografiya shunga tushadimi, tushmaydimi degan savolga ulamolar bir qancha javoblarni berishadi. Hozirgi bor bo'lgan fotografiyalar akalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan rassomning surati emas. Qaysi surat man qilingan shariatda? Inson o'zining qo'li bilan jonli narsalarning suratini chizishligi. Endi bu fotografiya hozirgi berilgan fatvolarga ko'ra Allohning bir maxluqini aksi, suvdagi yoki oynadagi aksini singari. Demak, unga kirmaydi. Endi mana shu fotografiyani ham ilib qo'yishlik to'g'ri emas. Alhamdulillah bu narsa ham sekin-sekin ko'tarilib ketyapti. Otasiga bo'lgan hurmat, o'tib ketgan onasiga bo'lgan hurmat u suratni ilib qo'yishlik bilan bo'lsa, u hurmat nihoyatda arzon ekan. Chunki hurmat 5 mahal namoz o'qib, orqasidan haqqiga duo xayr qilishlik bilan bo'ladi. Xayr ehson qilib, yetim yesirlarda boshini silab turib, onamga yoki otamga shu savobdan yetib borsin deyishlik bilan bo'ladi. Hozir uyimizdan farishtalarni chiqarib olishga sabab bo'ladigan ishlarni o'qiymiz, uni orqasidan nima ish qilsak, bu farishtalar qaytib keladi. Xonadonlarimizda musiqani bo'lishligi rahmat farishtalarining chiqib ketishligiga sabab bo'ladi. Oysha onamiz roziyallohu anha oldiga Ansorlardan bo'lgan Abdurrahmon ibn Hassanni cho'risi Bunana ismli ayol ustida bir qo'ng'iroqchalar bilan kirib kelyapti. To'xtatinglar dedi Oysha onamiz. To'xtatinglar, chiqaringlar. Qo'ng'iroqlarni olib ine kirsin dedi. Chunki bu qo'ng'iroq shaytonning qo'ng'iroqlari. Ayni nasroniylarda ibodatxonalarida chaqirishlik uchun ishlatiladigan qo'ng'iroqlar. Endi zvanokchi. Endi o shakli boshqa. Lekin shuning ichida ham agar xilma-xitoy musiqa bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsadan farishtalar ozor chekadi. Va ajabligin keladi. Bu zvanokdagi ozgina musiqa farishtalarni bezor qilsa, odamdek keladigan kanlaylarni uyning ichiga qo'yib, devorlarda zirqiratib, muzikani qo'yib eshitayotgan odamlarning uyida farishta bormi-kin shunaqa rahmat farishtalari? Bilib qo'yaylik, shu musiqani ko'p bo'lishligi, musiqaga berilishlik siz bilan bizning xonadonimizdan farishtalarni chiqarib tashlaydigan sabablardan. Keyingi sabab badbo'y hidlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarni somsoq va piyozni yeyishlikdan man qildilar, xom yeyishlikdan. Lekin zarurat tug'ilib qoldi, yedik. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man akala min hadihi shajaratil mumtinati fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza minhul ins." Imom Muslim rivoyat. Kim mana shu badbo'y daraxtdan yesa, qo'yagi ikkita narsani masjidlarimizga yaqinlashmasin. Chunki insonlar aziyat chekkan narsadan farishtalar ham aziyat chekadi. Og'zidan piyozni, somsoqni xom yegan odamning og'zidan badbo'y hid keladi. Shu hidi bor odam masjidga kirmasin, chunki namozxonlar ozor chekadi. Endi insonlar ozor chekkan narsadan farishtalar ham ozor chekadi. Endi mana aytishim kerak hozir tartib bo'yicha. Halolligi aniq bo'lgan somsoq bilan piyozni xom yegan odam oldida farishtalarni ketishiga sabab bo'lsa, halol bo'lgan narsani yeb turib. Endi halolligi aniq bo'lmagan tamakini tortgan odam haqida nima deymiz? Ajablanadigan narsa shu deydi, unday torsang deydi, asablaring tinchlanadi deydi. Farishtalarda oldingdan quvishlik hisobiga asabing tinchlanadigan bo'lsa, birodar senga suf. O'zi aslida tasbih, tahlil, Allohning zikri bilan qalblar orom olmasmidi? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar Allohning zikri bilan orom olmaydimi desang, u tortib, maza qiladi.
isrofligini gapirmang, salomatchilikka zararligini gapirmang, buni bilasizlar hammanglar. Bu o'rgatish emas, bu dars ta'lim emas. Bu dars eslatib qo'yish. Biz bilgan narsalarni bir yangilab qo'yish, yodimizga solib qo'yishlik. Buni bilasizlar hammasini sizlar. Demak, shu tamaki tortib asabi tinchlanayotgan birodarimizga aytamizki, farishtalarning oldingdan ketishligiga agar qalbing taskin topayotgan bo'lsa, keyingi sababi oilada, ya'ni xonadonning ichida yosh bola bo'ladimi, katta odam bo'ladimi, shuni bavli bir idishda qolib sasishligi. Bu o'rgatish emas, bu dars ta'lim emas, bu dars eslatib qo'yish. Agar shu tahorat ushlatadigan bo'lsa, tezlik bilan olib chiqib yuvib tashlab olishlik kerak bo'ladi. Agar turib sasiydigan bo'lsa, bu hadislar bor shunga ishora qiladigan. Farishtalar bundan ozor chekadi, chiqib ketadi bu xonadondan. Farishtalarning xonadonimizdan chiqib ketishligiga sabab bo'ladigan ishlar bu ota-onaga oq bo'lishlik, qarindoshchilikni uzishlik, it va suratni uyimizda bo'lishligi, hamda musiqani bo'lishligi, bavlni xonada turib hidlanib ketishligi. Shariat islomiya poklikka chaqiradi. Fiqh kitoblarida hammasi tahorat kitobi bilan boshlanadi. Mana sizlar bilan uyimizdan farishtalar chiqib ketishiga sabab bo'ladigan ishlarni o'qidik. Va mana shu farishtalar chiqib ketgandan keyin boyaga aytayotgan xotirjamlik bo'lmaydi uyda. Oyoq qo'lini yozib o'tirib dam olmaysan. Qalbing bir vahimada, xuddi bu narsani kutib turgan odam singari. Sakinat bo'lmaydi. Endi qaysi ishlar qilinsa, shu farishtalar siz bilan bizning uyimizda to'ldirib bo'ladi. Siz bilan bizning uyimizda mavjud bo'ladi. Sakinat, xotirjamlik bo'ladi. Qachon? Birinchidan Alloh taoloning zikri bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis kelinadi. Iza dakhala rajulu baytahu fa zakara ismallohi ta'ala hina yadkhulu va hina yat'amu qala ash-shayton la mabita lakum va la asha hahuna. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imomi Muslimdan keltirgan hadis. Agar bir kishi uyiga kiryatib Allohning zikr qilsa ismini, Allohning ismini zikr qilsa, ovqat yeyishlik oldida Allohning ismini zikr qilsa, shayton o'zini ergashganlariga bu yerda sizlar uchun yotog'i yo'q, eshik tagida qoladi shaytonlar. Agar Allohning ismini aytsa ovqat yeyishlikdan burun, bugun sizlarda bu yerda kechki ovqat yo'q deydi. Va in dakhala falam yadhkur ismallohi 'inda dukhulihi qala adraktumul mabita. Agar eshik tagiga kelib turib dedi payg'ambarimiz, Allohning ismini aytmasdan kirsa, mashada yotoq bor sizlarga bugun deydi. Agar ovqat yetib Allohning zikrini aytmasa, yotoq joyini ham topdingiz, ovqatni ham topdingiz deydi o'zini ergashganlariga. Demak, xonaga kirayotganda Allohning ismini aytishlik, ovqat yeyotganda bismillohni aytishlik. Shaytonlardan nari qilar ekanmi? Allohning zikri bo'lgan, shayton nari bo'lgan holiga farishtalar albatta o'sha yerda mavjud bo'ladi. Ikkinchisi, kichkina bolalarimiz o'rgatganlar albatta. Maktabdan kelsa nima deb kirib keladi? Assalomu alaykum deydi, hech kim yo'q bo'lsa ham. Bu Alloh taoloning buyrug'i. Alloh taoloning buyrug'i. Alloh aytadi: Astagfirullah fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba. Alloh buyur. Qarang, bu kichkina ish emas-da. Uyga kirayotganda salom berib kirishlik kichkina ish bo'lsa, Alloh taolo Qur'onda alohida oyat bilan bizga buyurmas edi buni. Bas qachon uylarga kirsangizlar, bir-birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak pokiza salomni aytinglar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Abu Umoma Bohili roziyallohu anhudan Salatatun kulluhum zominun alallohi azza va jalla va zakara minhum va rajulun dakhala baytahu bisalamin fa huwa zominun alallohi subhanahu va ta'ala. 3 ta odam Alloh taoloning rioyatida, himoyasida, hifzida bo'ladi. 3 ta odam Allohning panohida bo'ladi. Ularni sanab o'tib turib, ularning qatorida uyiga salom bilan kirgan kishi deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Zomin deganda Allohning rioyatida bo'ladi. Assalomu alaykum deb kirishlikdan bizni nima to'sadi? Esarligimizni to'sadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Sahih hadis. Uzot aytadilar: "Ya bunayya, iza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka va ala ahlika baytika." Imom Termiziy rivoyati.
Ey bolam deydi, ey o'g'ilcham, agar oilangizga kirsangiz, bas ularga salom deng. Bu siz uchun va ahli baytingiz uchun barakot bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb kirib kelishimiz siz bilan bizning xonadonimizga nimani olib kelar ekan? Barakotni olib kelar ekan. Xonadonimizda sakinat, xotirjamlik, barakot, farishtalar bo'lishi uchun Qur'on tilovati bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna shaytona yanfiru minal bayt allazi tuqra'u fihi suratul Baqara." Baraka istayotgan akalar, mehnat qilayotgan akalar, ukalar, payg'ambarimiz aytadilar: "Uyinglarni qabristonga, ya'ni qabrlarga aylantirib qo'ymanglar. Albatta shayton Baqara surasi o'qiladigan xonadondan qochadi." Ya'ni Baqara surasi o'qilgan xonadonda barakot bo'ladi. Shayton bo'lmaydi uyda. Payg'ambarimiz aytayapti sollallohu alayhi vasallam, uyga farishtalar to'ladi. Qaysi surani o'qisa? Baqara surasi. Hech bo'lmaganda oxirgi ikkita oyati. Amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun. Ertaman bir marta kechib bir marta o'qib qo'ying. Shayton bo'lmaydi uyingizda. Janjallashib o'rmaysiz, asabingizdan tor bo'lib o'rmaydi. Xotirjam bo'lib qolasiz uyingizda. Agar shayton Qur'on o'qiladigan uydan qochadigan bo'lsa, demak bu uyga Allohning rahmat farishtalari yog'ilib, yopirilib keladi. Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu tashqarida Qur'on o'qib o'tirib, otadi bezlab tipirchilab beradi. Chiqsa to'xtab qoladi. Nandaroqda kichkina o'g'li Yahyo uxlayotgan bo'ladi, shu tepalab qo'ymasin deb bezovta olib chiqsa ot to'xtaydi. Kirib Qur'onni yana o'qisa, yana ot bezovta bo'laveradi. Chiqsa yana to'xtaydi. 3-marta uzoq o'qiveradi, tipirchilash to'xtamadan keyin chiqsa, oppoq bulutga o'xshagan narsa shunday ko'tarilib ketayotganligini ko'radi. Ertalab borib, "Ya Rasululloh, bugun kechasi mana bunday ish bo'ldi" deganida, o'qiverganingizda, tong otkicha o'qiganingizda odamlar farishtalarni ko'rishardi deydi. Bu sizni tilovatingizni eshitgani farishtalar tushgandi dedi. Shuning uchun ukalar do'konda jinni ertaroq bekitib chiqib Qur'on o'qisak uyda, o'sha ozgina Alloh bergan qo'limizga rizqqa barakot bo'ladi. Biz faqat moddiy tomonini orqasidan quvalab yuravermaylik. Endi taassufki, qancha uylar bor, Qur'on tilovati bo'lmaydi bu uylarda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalul baytillazi yuzkarullohu fihi val baytullazi la yuzkarullohu fihi masalul hayyi val mayyit." Alloh zikr qilinadigan eshik bilan, hovli bilan, Alloh zikr qilinmaydigan hovli eshikning misoli tirik bilan o'likka o'xshaydi. Tirik bilan o'likka o'xshaydi. Qur'on tilovat qilayotgan odam uyi tirik hisoblanadi. Endi hali ham musiqani baranglatib qo'yayotgan xonadonlarda nima deyish kerak? Qur'on o'qilmasa o'lik deyapti. Endi shaytonlarda ozoni bo'lgan musiqani tinimsiz qo'yayotgan hovli nima desa bo'ladi? Farishtalarni, rahmat farishtalarni xonadonimizda bo'lishining keyingi sababi bu ilm majlislarini bo'lishligi. Mashhur hadis, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qaysi bir Allohning uylaridan qaysi bir uyda odamlar to'plansa, Allohning kitobini o'qisa, o'zaro muzokara qilsa, ularga Alloh taoloning rahmati tushadi. Ularda sakinat o'raydi. Farishtalar ularda hammasini yozib, solih bandalar qatorida zikr qiladi. Ilm majlislari bo'lishi kerak uyimizda. Endi bu ilm majlisi degandachi, albatta bu olimlarni kelib bir chuqur ilmiy mavzu bo'lishi shart emas. Oila a'zolari o'tirib, Qur'onni ochib turib 2 oyat o'qib qo'ysam ilm majlis. Ota o'tirib, bugun masjidda eshitgan narsasini payg'ambarimizdan mana hadis bor ekan deb turib, aytishligi ham ilm majlis. Xonadonimizga barakot olib keladigan, farishtalarning uyimizni to'ldirib bo'lishiga sabablardan keyingisi uyimizda namoz o'qishligimiz. Payg'ambarimiz aytadilar: Zayd ibn Sobit roziyallohu anhudan sahih hadis: "Afzalus solati salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba." Erkak kishini farz namozlaridan tashqari o'qigan eng yaxshi namozi uyda o'qigan namozi. Farz masjidda o'qiladi, bu haqida xilof yo'q. Endi undan tashqari yaxshi namoz qaysi desa, uyda ham borib namoz o'qishligi. Namoz o'qilish kerak uyda. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytadilar, Jabir roziyallohu anhudan, Imom Muslim rivoyati. Agar bir kishi masjidda namozini ado qilib bo'lsa, uyiga kelib xuddi shunga o'xshagan narsani ham nasiba qilsin uyiga. Uyda ham namoz o'qisin. Chunki Alloh taolo mana shu namozi tufayli oilasi uchun ko'p yaxshiliklarni paydo qiladi.
namoz o'qishlik kerak uyda ham. Endi nafl namoz o'qi deyapti. Endi umuman namoz o'qimaydigan xonadon qanaqa bo'ldi endi? Payg'ambarimizdan bir shuni hadisni o'qib qo'yaylik. 1-2 minut o'tib ketishi mumkin, sabr qilasizlar akalar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahimallohu rajulan qama minal layli fa salla fa ayqada imra'atahu fa sallat fa in abat nadaha fi wajhiha alma. Imom Ahmad, Abu Dovud rivoyat. Alloh bir erkakga rahmat qilsin deydi Rasululloh. Qaysi erkak edi? Kechasi turadi, namoz o'qiydi, ayolini uyg'otadi, namoz o'qiydi ayoli ham. Endi ayol uyg'onmasa, yuziga suv chachadi. Ya'ni shu kechasi turib namoz o'qishlik ajriga ega bo'lsin deb turib, ayoli sherik bo'lsin deb suv sepib uyg'otmoqchi bo'ladi. Farishtalarda chiqib ketishiga sabab bo'ladigan ishlarni yo'q qilishlik uydan. Boyaga badbo'y hidlarni yoki boyaga aytgan musiqani yoki bavullarni xonadon turgizmaslik. Keyingisi xonadon ahliga doimiy suratda duoyi xayr qilib turishlik. Alloh taolodan bir panoh so'rashlik, barakot so'rashlik, rahmat, mag'firat so'rashlik. Hamda oxirgisi da'vatus solihin val ahyar va talabatil ilmi li ziyaratil bayt. Uyimizga solih kishilarni, ahli ilm kishilarni, taqvodorlarni va ilm talabida bo'lgan kishilarni chaqirishlik ham xonadonimizga barakotni, farishtalarni rahmatni yog'ilishiga sabab bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, shuni muqobilida, qarshisida uyimizga fosiq bo'lgan odamlarni, dinida undan rozi bo'lmaydigan kishilarni, mujrim kishilarni, fosiqlarni, munofiqlarni kirgizmaslik to'g'ri bo'ladi. Chunki ularning kirishligi bilan uyga fasod kiradi. Ularning uyga kirishligi bilan oilalarimizga, farzandlarimizga bir salbiy ta'sir bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kishi o'zining do'stini dinida bo'ladi, kimni do'st tutayotganligini qarab qo'ysin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbighfirli va livalidayya va liman dakhala baytiya mu'minan va lil mu'minina val mu'minat va la tazidiz zolimina illa tabara. Nuh alayhisalom o'zini uyiga kirib keladigan kishilar haqida nima deydi? Nuh payg'ambar o'zini uyiga kirayotgan kishilarga nima deyapti? Parvardigorim, o'zing meni, ota-onamni, mening uyimga mo'min holda kirgan kishilarni va barcha mo'min va mo'minalarni mag'firat qilgin. Zolim kimsalarga esa faqat halokatni ziyoda qilgin. Sanab o'tamiz. Uyga kirganda, taom yeganda Allohning zikrini qilish, salom berishlik, Qur'on o'qishlik, ilm majlislarini, muzokaralarni qilishlik, uyda namoz o'qishlik, nafl namozlarni, uyni nopok narsalardan poklashlik, duo bilan uyni qo'rg'onlab turishlik hamda xonadonimizga taqvodor bo'lgan solih kishilarni chaqirib turishlik. Aqulu qawli hada va astagfirullohi va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.